Yosh bolaga ham tish qo'yadimi? Kechadan beri direktim shu bilan portlab ketgan. Ishoning, o'zim ham 1 yil oldin shunaqa savol berayotgandim. Tish zararlanishi o'zi nimalarga olib keladi? Birinchidan, bola sistematik kasal bo'lishi mumkin. Ya'ni tishidagi mikroblar tomog'iga o'tadi. Tez-tez tomoq og'rishi mumkin. Bola asabiy bo'lib qolishi mumkin. Undan tashqari, tishi sog'lom bo'lmasa, конечно, bola yaxshi chaynolmaydi. Ovqatni butun-butun yutadi. Bu esa uni oshqozoni buzilishiga va oshqozon kasalliklariga olib keladi. Yana tishlarni yemirilib ketishi jag'i tuzilishini buzadi, ya'ni privkusi juda ham buzilib ketadi. Bizda aynan shu ikkita muammo bo'ldi: oshqozoni buzilishi va privkusi buzilishi. Rosa ikkilandim, rosa doktorlarni qidirdim. Shu paytgacha 6 ta doktorga bordim, lekin aynan Nilufar opani tanladim. O'zimni podpisчицalarimdan ham 50% dan ortig'i bolasini tishini lecheniya qildirgan ekan va shularning yarmidan ko'pi Nilufar opada. Chorshanba kuni yana bitta operatsiyamiz bor. Hammasini sizga batafsil aytib boraman.